Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 1-maydan boshlab elektr energiyasi va gaz narxining oshishi haqida ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz tariflari oshishi kutilmoqda. O'zbekistonda aholi uchun elektr energiyasi va gaz tariflarini navbatdagi marta oshirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tariflarni har yili 1-maydan boshlab inflyatsiyani hisobga olgan holda, biroq 10% dan oshirmasdan ko'tarish rejalashtirilgan edi. Mart oyida yillik inflyatsiya ko'rsatkichi 7,1% gacha sekinlashgan. O'zbekistonda aholi uchun energiya resurslari tariflarini navbatdagi marta qayta ko'rib chiqish masalasi muhokama qilinmoqda, deb xabar berdi gazetaning energetika sohasidagi manbasi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham xabarlar paydo bo'ldi. O'tgan yilgi hukumat qarori bilan 2026-yildan e'tiboran energiya resurslari narxlarini har yili 1-maydan inflyatsiyani hisobga olgan holda, biroq 10% dan oshirmasdan oshirib borish mexanizmi belgilangan edi. Holbuki 2024-yilgi qarorda 2026-yildan boshlab tariflar kamida 3 yil muddatga qat'iy belgilanishi ko'zda tutilgandi. Hukumatning iqtisodiy bloki hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan tayyorlangan gaz va elektr energiyasi narxini oshirish taklifi hozirda ko'rib chiqilmoqda, dedi manba. Uning so'zlariga ko'ra, hujjat loyihasida elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflarini 9-10% dan oshirish taklif etilmoqda. Foiz bo'yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Agar taklif ma'qullansa, yangi narxlar hujjat imzolangandan 15 kun o'tib kuchga kirishi mumkin. Gazeta Energetika vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga so'rovlar yubordi. Bunda mart oyi yakunlariga ko'ra yillik inflyatsiya darajasi 7,1% gacha sekinlashdi. Yanvar oyida Markaziy bank raisi o'rinbosari Nodirbek Ochilov energiya resurslari taqchilligi va gaz ta'minotidagi cheklovlar fonida Markaziy bank hukumat bilan birgalikda bir qator takliflar tayyorlaganini ma'lum qilgandi. Muhokama qilinayotgan choralar qatorida energiya resurslari taklifini ko'paytirish hamda tariflar va davlat tomonidan tartibga solinadigan narxlarni oshirishga yondashuvlarni o'zgartirish bor. 2024-yilning 1-mayidan O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ilk bor 2019-yil avgustidan buyon elektr energiyasi va gaz narxlari oshirildi hamda ijtimoiy iste'mol normalari joriy etildi. Aholi uchun elektr energiyasining bazaviy tarifi ijtimoiy norma doirasida 1 kWh uchun 295 so'mdan 450 so'mga plus 52,50%, tabiiy gaz narxi esa 1 kubometr uchun 380 so'mdan 650 so'mga plus 71% ko'tarildi. Iste'mol hajmi ortishi bilan tariflar ham sezilarli darajada oshib bordi. 2025-yilning 1-mayidan tariflar yana oshirildi. Elektr energiyasining bazaviy narxi yana 33,3% ga oshib 1 kWh uchun 600 so'mni tashkil etadi. Gaz narxi esa 53,8% ga ko'tarilib 1 kubometr uchun 1000 so'mga yetadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.